Militsiya o'z bu yerda nima bo'lyapti? Qara. Yo, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Militsiya, tezroq olib bering. Xullas, sizlarning qishlog'ingizda gazli suyuqlik chiqib keldi. O'shaning uchun vaqtinchalik bu qishloqda ketishingizga majbursiz. Nimaga? Endi qayerda yotib qolamiz? Hey, nima gap, cho'k? Videosanmi? Da. Xullas, uyingizdagi hamma narsalarni olib bemalol ketishingiz mumkin. Vaqtinchalik albatta, keyin qaytib kelasiz tozalab bo'lganimizdan keyin. Ha, tushunarli. Unday bo'lsa uyimdagi narsalarni olib olay. Vobshe, nima bo'lyapti o'z qishlog'imizga bo'lay? Yo-moyo, oldingizda chaqmoq bo'ldi. Uni oldin birinchi vizorimda qor bo'lib ketgandi -gradus. Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men yana o'sha so'yk va ko'rishim mumkin. Shunaqa narsa bo'lyapti. Gazli suyuqlik chiqib keldi, qarochi. Tak uyimdagi hamma narsani kravat olaman. Keyin nima notebookdan olsam. Okey, endi joni yo'q, joni bor. Mayli, normal mod topishim kerak bor. Opa, oldim. Sandiqdagi hamma narsani ham olishim kerak. Tak. Ketmonni olaman, kerkani olaman. Tak, 14 ta nima kartoshka, 16 ta sabzi, 5 ta non. Okey, bo'ldi, hech narsa qolmadi, bo'ldi. Ketaversam bo'ladi. Boshqa narsalarni ko'tarib yurishga kuch yo'q bo'ldi. Tak, baribir qaytib kelamiz. Xayr, qishlog'im. Okey. Bo'ldi, hamma narsani yig'ib oldim. Yaxshi, unday bo'lsa bemalol ketishingiz mumkin. Yo. Okey. Qayerda yotib qolamiz? Bilmadim unisini. Bilmadik. Shu bitta joyda yotib turasizlar necha kun ham. Undan keyin qaytib kelishingiz mumkin. Toza bo'lganmizki, bemalol qaytib kelib o'zingiz uyingizda yashaysiz. Okey. Qishloqqa ketdik. Yo, endi nima qilamiz? Ketdik, shaharga ketdik, eng yaxshisi. Opa. Voy. Yo, 13-qishloq. Xayr. Yo, bo'ldimi? Hammasini berilgan bo'ldi, normal. Nima dom sotib olmoqchi edik. Bo'ldi, olishingiz mumkin. Qancha? 8 stak. 8 stak? Yo, qishloqlar nima qiling? Olur. Okey. Bo'ldi, nima birinchi ko'rsak bo'lmaydimi? Ko'ruvinglar, bemalol ko'rishingiz mumkin. Tepaga chiqib o'ngga burilasiz. Okey, ikkinchi etajmi? Da. Ikkinchi etaj, o'ngga burilamiz. Okey, tepaga chiqamiz. Ikkinchi etaj. Lift deganlar shu ekanda bolalar. Opa, hammaga chiqamiz. Okey, ikkinchi chap o'ngga. Opa. Shuga bo'ldi, ochiq ekan o'zi, necha? Okey, shunaqa kattagina xonasi bor ekan. Mana bu yerda hojatxonami? Okey. Mana bu yerda yana katta emas, buncha kichkina. 8 takka shu arziydimi? 8 takka shu arziydimi? Danu, shunaqa qimmatmi? Nima? Shaharda shunchalik qimmatmi bola? Qishloqda 8 takka qanaqa qasr beradi-yu, qasr. Okey, birinchi tushib qaraydi, tot. Qani. Tak. Qishloqlar bo'lmadi, qimmatlik qildi. Vashcha kichkinagina xona ekan o'zi. Hammamiz sig'maymiz. Bo'lmaydi bu bizga. Unda bemalol ketavering. Okey. Ketdi bola. Qishloqlar ketdi. Bo'ldi. Qishloq katta. Shahar deganim. Okey. Shu qishloqning egasi, qishloqning egasisiz mumkin. Va shu sotilmoqchi edi. Bo'ldi, hammalarga yo'qmoqchi. Bo'ldi. Hammamiz istak bo'ladi hammaga. Bitta uyda 3 ta 4 ta ham odam yashaydi. Unda 9 tak. 9 taga. Bo'ldi. 1 tak emas, 8 tak bersam bo'ladimi? 4 tak, 5, mayli. Lekin kamroq xona bo'ladi. 8 ta bersam bo'lmaydimi? 8 tak dedingizmi? Okey, xonaga borib yotib olaveradi. Serios. Da, bemalol yotishlar mumkin. Birovga albatta. Okey. Qishloqlar, davay. Opa. Qaysi? Tak, bu emas. Tak, mamga yotaman. Nima qilishda yo'q? Nimaga eshik ochiq? Nechego себе? Kirish mumkin emas. Nima bo'ldi qishloqqa? Bu qayerga ketdi? Bizning xonadonga o'xshaydi. Yo'q ketdi. Pulni oldi ketdi. Yer uning emasga o'xshaydi. Davlatning o'ziga yarashmasam. Voy, endi nima qilamiz? Qishloqqa ketdi, boshqa joyga boramiz. Mana ko'rishlar mumkin, boshqa joyga bormaydi, shu yerda qolaverdik. Da. Shu yerda olovni yoqib o'tiribmiz, issiqqanada, lekin yomg'ir yog'ib ketdi, tun. Telefon qilyapti menga. To'xtanglar. Tak, to'xtanglar. Chutani-to. Tak, butska bilan tak yoqamiz. Allo.
Soix, sizmisiz? Ha, man Qishloqqa qaytib kelishingiz mumkin. serious. Da, qishloqqa qaytib kelishingiz mumkin. Qurib bo'ldik. Serious. Rahmat. Tak, bo'ldi. Qishloqlar, yaxshi yangiligim bor. Nima bo'ldi? Taksi chaqiringlar. Ketdik qishloqqa. Yo, militsiyalar, rahmat, addushi qishlog'imizga qaytib keldik. Yo, bu bizning ishimiz edi. Biz bu burchimiz edi. Oy, rahmat, voy, addushi, yomg'ir yog'ib ketdi. Bo'ldi, rahmat, ketaversam bo'ladimi? Da, ketavering. Bu sizlarning ishinglar yo'q. Yomon yashasanglar ham bo'laveradi. Rahmat, addushi. Yo, bu bizning burchimiz edi. Ha, bo'ldi, rahmat. Yomg'ir yog'ib ketdi. Endi o'zimni uyimda mazza qilib yotaman. Yo, kimniki ekan bu? Shu man nimayli boya bor edi, hozir turibdi. Bemalol yotog'imni qo'yaman hozir. Voy. Endi bemalol yotib dam olaman. Bo'ldi, yo. Tak. Oppa, to'xtanglar. Oppa. Hammaga xayr bo'lasizlar bilan men yana o'sha so'yib bo'ldim va ko'rishlar mumkin. Video tugadi.